Shuhrat aka qandilar? Sho'ttalar. Chaqiring Shuhrat akani. Hop. Assalomu alaykum Shuhrat aka. Hozir birinchi Hop, sizlarga xabar berdik, xo'p? hop, Olmani. hop. Tayyorasiz bolalaringiz. Ha, tayyor. Birinchi Xannazarov chaqirasiz, bu bola ham chiqib turadi. Bu yerda hech kim yo'qmi xonada? Yo'q, hech kim yo'q. Chiqing siz. Keling, siz o'tiraver. Astiga o'tirasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hammaga. Bize istemeydim diyor. Sen? İşte Aferin. Yok, ben şimdi. Şimdi belki ben seninle olayım. İstemem yaptı bize göz. gapim yo'q. Lekin Dilnoz opa eshitilmayapti lekin. Endi gapir. Ha, endi eshitilyapti. Eshitilyaptimi? Eshitilyaptilarmi? Ha, eshitilyapti. Marhamat, savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Hop. Assalomu alaykum. Xonnazarov Azizjon Jumanazarov, to'g'rimi? Shunday labday. Siz oxirgi ishlagan joyingiz maktab bo'lganmi? Ha, hozir ham ishlayapman. Xususiy maktab. Kadrlar bo'limi. Xuddi shunaqa. Shunaqami? Shunaqa. Laboratoriyaga kirib ishlamoqchisiz. Ha, xudo xolisa. Oldinda ishlab ketgan ekansiz. Ha, ishlaganman 4 yil. Har xil savollar bormi Azizjon Jumanazarovga? Hozir kirmoqchi bo'lgan laboratoriyaga qaysi yo'nalishlarni rivojlantiramiz deb o'ylayapsiz? Avvalo shu qurilish yo'nalishini kengaytiramiz. Yana g'ishni показательlarni to'liq g'ishni qoplab olamiz, g'ish mahsulotini. Undan keyin hozir mana получный barabanli remontdan chiqdi. Bu o'sha shebin pesokka yana расширениyaga bersa bo'ladi. Undan keyin attestatsiya рабочих мест, ish o'rinlari attestatsiya qilishi, xudo xolisa akkreditatsiyadan o'tkazib, shu kengaytiramiz. Attestatsiya рабочих мест bo'yicha nechta gos o'rgandilar? Sinov metodlar qaysi goslar bo'yicha? 5 ta gos bo'yicha. Hozir ko'rib chiqdim. Qaysi goslar? 32-55 bo'yicha. Talab qayerda bor? Xona laboratoriya sharoitlari qanaqa bo'lishiga talab qayerda bor? 17.025 ta. 17.025 standartida. 17.025 ta sonlari bormi? Zapilyonimiz qancha bo'lishi kerak? Zagazonimiz qancha bo'lishi kerak? Ular sanpinda belgilangan bo'ladi. Sanpini me'yorlarida. Hozir xabaringiz bormi? TRIS.uz'da sizni kodingiz nimangiz akkreditatsiya tomonidan belgilangan kod orqali ijro chekish huquqiga ega bo'lasiz. Xabaringiz bormi? Ha, xabarim bor. Axborot texnologiyalari bilan o'sha attestatsiya рабочих мест
kod olalasmikan? Surishtirdilaringmi? Ha, olamiz. Oldin shu laboratoriya rahbari lavozimigacha ishlaganman. Oldin bilan hozir farqi borda. Harakat qilaman, xudo xohlasa. Olaman. Yo, sizga bog'liq emasda, uni akkreditatsiyaga chiqib bilish kerakda. Hozir ishga kirib olsangiz, siz protokolga imzo chekolmasangiz, uni foydasi bo'lmaydi-da, albatta Olmaliq laboratoriya uchun. Hozir ishlayotgan joy anaqa olamiz-a? Tushunamadi. O'shanda anaqa qilish kerak bo'ladi. Hozir tushundingizmi nima deganlarini? Tushundim, hammasini tushundim. Hozir agar nima komissiya rozilik bersa, 3 oyga sinov muddatga olinadi. 3 oyda hal qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Bo'lmasa 3 oy muddat o'tib ketsak, mehnat shartnomasini bekor qilish majbur bo'lamiz. Xo'p bo'ladi. Savollar bormi? Jon Jumanazarov. Azizjon, mana bizada ishlab ketgan ekansiz, to'g'ri? Xuddi shunday. Sabab nima bo'lgan ketishingizda? Ozgina oilaviy sharoitim to'g'ri shu oilada anaqa ozgina muammolar bo'ladi. Ishga nima? Oylik tufaylimi yoki nima? Yo'q, xonadan chiqib keting-ne. Yo'q, anaqa o'zi oilaviy sharoitim ozgina to'g'ri kelmay qoldi. Kasal bo'ladi uyga kelib o'shanga. Savollar bormi? Yo'qmi savollar? Yana bo'ldi. Xo'p, sizga rahmat Azizjon Jumanazarovich. Xabarini Rahmat. kadrlar bo'lib yetkazadilar sizga. Rahmat. Keyingi nomzodlarni chaqirib yuboring. Ahrorov. Shuni. Assalomu alaykum. Bu Olmaliq filiali sinov laboratoriyasi majmuasidagi mutaxassis vakant lavozimiga keyingi ko'rilayotgan nomzodimiz Ahrorov Ravshanxon Abdusamatovich 1990 yil 13-yanvarda Toshkent viloyati Piskent shahrida tavallud topganlar. Ma'lumotlari oliy. Toshkent davlat texnika universitetini metrologiya standartlashtirish va mahsulot menejmenti yo'nalishini tamomlaganlar. Hozirgi kunda ushbu laboratoriyada katta ish yurituvchi lavozimida faoliyat olib bormoqdalar. Marhamat, savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Ravshanxon Abdusamatovich. Labay, assalomu alaykum. Alaykum. Hozir laboratoriyada nima ish qilyapsiz? Laboratoriyada основной счет fakturalar, kirdi-chiqdi xatlar bo'yicha, laboratoriya bo'yicha sinov natijalar bo'yicha, qonun protokollar tuzish bo'yicha tushunolaman. 1С programma bo'yicha, organ bo'yicha. Nima sinov o'tkazasiz? U laboratoriya qolmadi shekilli Olmaliqda. Hozircha yo'q, endi o'tganlar bo'lgan, endi buyog'iga kelsa xudo xolasa bo'ladi endi. Marhamat, savollar Ravshanxon Abdusamatovich. Ravshanxon, Labay. siz haligacha katta ish yurituvchi bo'lib kelyapsiz, laboratoriyada ishlamaganmisiz? Tohfez ekan-ku. Ishlaganman. Ishlaganman, hamma o'z joyida bo'lgan hisobiga-da. Nima bo'lganimga? Maslahatlash. Mikrofonni o'chirmasdan javob bering. Yo'q, hamma joyda o'zini ishlari bo'lganligi uchun hisobiga men o'zim joyimda qolganman. O'zim ish joyimda qolganman. Hamma ishlari bo'lganligi uchun. Qo'shimcha ish ajratilmagan sababiga o'zim joyimda qolganligim uchun. Hozir laboratoriyaga mutaxassis qilib o'tqizsa, ishlab keta olasizmi? Bilasizmi? Ishlab keta olaman. Ishlab keta olaman. Beringlar, savol. Abbos aka.
Hozir attestatsiya рабочих мест bo'yicha nechta uskunalaring bor? To'g'risi dokument bo'yicha hozir xabarim yo'q nechta bo'yicha. O'sha yerda ko'rmadingizmi? Nima keldi, qanaqa keldi? Yo'q, to'g'risi dokument bo'yicha xabarim yo'q. Endi nima bor, nima yo'q xabarim bor, lekin dokument bo'yicha xabarim yo'q. Bo'lim sog'liq. Azizjon Jumanazar, sizga rahmat. Xabarni atgal kadr beriladi sizga. Hop. Nega savol yo'q boshqa? Yo'q, rahmat sizga. Hop, rahmat kattakon, charchamang. Anaqa yo'qmi? Namangan ulandinglarmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ulandik. Mirqosim aka, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Eshitilyapti ovozimiz? Yaxshi eshitiladi. Nomzodlaringiz tayyor turishibdimi? Ha, nomzodda bir kishi tayyor, Boboxonim Shavkat. Ikkinchi soat yo'lda kelyapti. Ana ishchi guruhining a'zosi edi, hozir yo'lda 10 minut 15 minut yetib keladi. Navoiyniroq turamiz. Bo'lmasam hozir Navoiydan keyin o'laymiz sizni. Keldi, Gulnoza. Keldi. Bo'ldi. Chaqiring anaqani, Boboxonov Shavkat. Hop. Xonada hech kim bo'lmasin, Mirqosim aka. Chiqinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keyingi ko'rilayotgan nomzodimiz Namangan filiali sertifikatlashtirish bo'limi boshlig'i vakant lavozimiga ko'rilayotgan nomzodlarimizdan birinchisi Boboxonov Shavkat Zokirjonovich. 1988 yil 24 dekabr kuni Namangan viloyati Uychi tumani tavallud topganlar. Ma'lumotlari bakalavr, Namangan mutaxassislik pedagogika institutini texnologik mashinalar va jihozlar yo'nalishini tamomlaganlar. Hozirgi kunda Namangan filiali sertifikatlashtirish bo'limida ikkinchi toifali mutaxassis lavozimida faoliyat olib bormoqdalar. Marhamat, savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Shavkat Zokirjonovich. Assalomu alaykum. Eshitaman. Alaykum. Hozir nima ish hozir turadi? Men organdaman. Organ nima ish hozir? Sertifikatlash ishlari bilan shug'ullanamiz hozir. Nima ekan? Sertifikatlash ishlari bilan shug'ullanayotganman. Toshkent organdaman hozir. Ha, Toshkentda nimasida ishlayapsizmi? Ha, Toshkent organida ishlayapman. Mana bu oxirgi nimada siz hayfsan oldingizmi? Ha, hayfsan oldim, hayfsan berishibdi. Nima oldingiz? Birinchi tushuntirishda ana yopilish masalasi bo'yicha tushuntirish xatda ko'rsatib ketgandim. Menda hech qanaqa anaqam yo'q edi dedim. Faqatgina tushuntirish xati berib, uni men qaytadan tushuntirish berdim. Mendagi tushuntirish hech qanaqa muammo bo'lmagan. Faqat hali tashkilot chiqdi deb tushuntirishdi, lekin men tashkilotga borsam, tashkilotdagilar biz hech kimga jalba qilib chiqqanimiz yo'q deyishdi. Bizga alohida xat ham olib berdim tashkilotdan. Menda hech qanaqa muammo yo'q deb. Men pulni tushirganman, 23 million pulni. O'sha 23 million pulni shuna yopilgan. Hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan edi. Men hayron bo'ldim shunga. Men 2 marta unga tushuntirish xati berdim yana qaytadan orqasidan. Qanaqa qilib belgilangan narx kamroq qilib bersangiz, bizga korxonani shikoyat bor yo'li kerak emas. Hech narsa yozmaydi, kam yozib beryapsiz unga. Yo'q, menda kamaytirib berilmagan. U Rahmonovda bo'lgan ekan o'sha narsa. Menda lekin hech qanaqa summa o'zgarmagan ham kamaytirib ham berilmagan. Bizga buni buxgalteriyadan olingan. Biz kadrda bo'lmaydi buni pul kamagan, ko'paygan ko'rish. Buxgalteriya bergan. O'sha men boshida shartnomani aytdim men. Shartnomani ko'tarib ko'ringlar iltimos dedim. Men buxgalteriyaga ham tushuntirdim. Menda chunki boshdagi summa minut sekundigacha bir xil ketgan, oxirida faktura yuborilganda ham xuddi o'shanda ketgan o'sha narsa.
Ikkinchisi nima anaqa debitorka bilan shug'ullanmay tashlab qo'ydingiz? Nima pul Ikkinchi tushmasa ham ishni chiqarib yubordingiz? yo ikkinchi debitorkada tashkilotdan xatlarni olganman, kafolat xatlarini. Ular birinchigacha qoldirmasdan tushirib beradigan bo'ldi, xudo xohlasa. Anaqa Birinchigacha kafolat qoldirmasdan xat tushirib beradigan bo'ldi. nima anaqami? Ehson qiladigan tashkilotmi? Nima pul tushirmasdan ishni bajarasiz? Mayli bajarib Yo'q, beribsiz. Uni oxirigacha to'g'irlatish kerak. Muddat o'tgandan keyin chora ko'riladi. Tushundingizmi? Uni to'g'irlataman. To'g'irlamasangiz keyingi buyruqqa 30% jarima qo'llaniladi. Bo'ldi, tushunarli, xo'p bo'ladi. Marhamat, savollar. Savollar bormi? Shavkat Turjonovichga. Assalomu alaykum. Sertifikatsiya bo'limiga nomzod ekansiz. Bo'lim boshlig'i da qanaqa maqsad qilgansiz? Sertifikatsiya organini Toshkentda ekansiz. Qanaqa akkreditatsiya doirasini kengaytirish rejangiz bormi, yo'qmi? Qaysi mahsulotlarga kengaytiramiz? Namanganda qanaqa tashkilotlar bor? Men bitta narsani taklif qilmoqchi edim. Agar anaqa qilsa, bizda hozir xabaringiz bor, 90% oborudniyalar yangitdan olib kelindi o'zimizga. Oldin ham bir taklif beruvdik. Agar imkoniyat bo'lsa, mana shu vodiy o'zida sertifikatlashtirish organini ochish maqsad qilyapti edik. Mana u polimer organi bilan keyin qurilish bo'yicha ochsak juda yaxshi ish bo'lardi. Sabab turbalarni ham 100% ko'rish imkoniyati bo'lgan priborlar keldi hozir bizda. Bosim ostidagi turbalarniki. Bo'l tayinli hujjatlarni nima xalaqit beryapti? Yo, o'shani harakatini boshlagan. O'rni ochib berish kerakmi? Ha, bizda ancha joyi tayyor, mana shu anaqa o'zimiz laboratoriyani kengayishini kutib turdik. Organni hujjatlarini tayyorlab borganmiz. Biz uni Toshkentdan ham olganmiz uni. 10-bo'limdan namunasini olib keldik uni. Topshirdik, Namanganga beramiz nima masala? Masala yo'qmi? Laboratoriya расширениyaga ariza topshirdimi? Xabaringiz bormi? Laboratoriya расширениyaga ariza topshirdi. Bular o'zlari topshirgan bo'yicha расширениyadan o'tishdi. Faqatgina mana inspeksiya natijasi bo'yicha ozginaga to'xtatildi. Uni hozir kamchiliklarni yopishyapti. 13 ta kamchilik deyishuvdi. O'shalarni o'zi yopib ham bo'lishdi, menimcha uni topshirishadi. Mana shu yangi haftani boshiga topshirishadigan bo'lgan kamchiliklarni akkreditatsiyani o'shanda расширение bilan birga ochiladigan bo'lyapti, xudo xolasa. Расширениядagi sinov usullari kelgan polimeringizni, qurilishingizni qamrab olmaydi-ku. Yo'q, hozirchaga qamrab olmaydi. To'g'ri, u bo'yicha hozir qamrab olmaydi, lekin ular ham ishlashyapti. Yangi priborlarni to'liq o'rnatib, mutaxassislar tomonidan tushuntirib berilyapti. Hozir etap tushuntirib berilyapti. Uni tushuntirib bo'lgandan keyin расширение qaytadan qilishadi ular baribir. Uni birgalikda ishlayotganmiz uni. Bizda mana shu yangiliklar bor, sizlarda ham shuni qo'shsanglar bo'ladi deb ular ham taklif berishyapti bizga. Hozir ish jarayoningizda yo'l qo'ygan kamchiliklaringiz haqida gapirishdi. Bu boshliq bo'lgandan keyin ham bu narsalar davom etadimi? Yo'q, men uni kamchiliklarni to'g'ri xato qildim, lekin xudo xolasa bundan keyingi ishlarimizda uni takrorlamaymiz, xudo xolasa. 502 bo'yicha sertifikatlashtirishda asosiy tamoyillarini yengil qisqa qilib sanab bering. 502-sonli sertifikatlashtirish nizomi bo'yicha arizani qabul qilamiz. Arizani qabul qilgandan keyin oralig'ida o'sha bir kun orasida qaysi nimalarga taalluqli bo'ladi? Mahsulotlarga yo nimalarga? Qaysi anaqangilarga taalluqli? Hamma mahsulotga 502 bo'yicha ishlaymizmi? tushunmadim hozir savolingizni, tushunmadim. Hamma sertifikatlashtirish bo'yicha butun bir arizalarga hammasiga taalluqlimi 502 qaror? Yo, 502 sonli qaror asosan texnik reglament talablari bo'yicha ishlaymiz biz unda. Shundan boshlaydi. Endi davom eting. Texnik reglament talablari bo'yicha, texnik reglament ishlab chiqarilgan mahsulotlar bo'yicha arizani qabul qilamiz. Ariza qabul qilish, keyin programma tuzamiz. Namuna tanlab olamiz. Mana TRIS.uz sayti, TRIS.uz bo'yicha ish qilyapkanmiz hozirda. Borib, joyiga borib, mahsulotni identifikatsiya qilib, mana o'zimizning ilovamiz orqali
rasm, Arizani necha video, kunda ko'rib chiqiladi? Именно o'sha 502 bo'yicha arizani necha kunda ko'rib chiqishingiz kerak? 2 kunda. Noto'g'ri. O'qimayapsiz. Biz 2 kunda anaqa Bir qilyapmiz, kunda qaror. ko'rib chiqishingiz kerak. Yo'q, Bir kunda qarorni ko'rib- qabul qilib. Bir kunda Qaror ko'rib shunaqa chiqishingiz kerak. Keyin arizani qaysi holatlarda отказ qilishingiz mumkin? Bizda ko'proq ishlab chiqaruvchilar me'yor hujjat taqdim qilishmayapti. Mana haligi to'liq ma'lumot berishmayapti. O'sha joyda biz telefon orqali bog'lanib, sizlar shuni kiritganingizdan keyin qabul qilamiz deb turib, ularga tushuntirishlar olib boryapmiz hammasiga. Import tovarlarda ham xuddi shunaqa holatlar bo'lyapti bizda. Agar arizachi, misol uchun bitta holatda arizachi tomonidan ariza yo'llangan sizga, arizachi bilan bog'lanib bo'lmadi. Bog'lanib bo'lmagan jarayonda arizani отказ qilishimiz mumkin, ya'ni rad qilishimiz mumkinmi? Sababini ko'rsatib, o'zlariga qaytaryapmiz arizani. Bu ham noto'g'ri. Arizani egasini topish kerak. Siz ilmiy ish qilyapsizmi yo'qmi? Tushunman. Ilmiy ish qilyapsizmi yo'qmi? Yo'q, ilmiy ish qilmayapman. Ilmiy ishim yo'q mani. Nima qilyapsiz? Bu yil magistraturaga harakat qilmoqchiman, keyin ilmiy ish boshlash niyat bor. Magistratura yo'qmi? Savol boshqa? Bo'ldi, rahmat Shavkat Zokirjon. Xabarni yetkazasiz. Keyingi nomzod chaqirib ol. Chizgida pul to'langandan keyin deganmi? 500 menga berishdi-yu. Ha, shunaqa. Hozir Kim? Ushbu Namangan filialimiz sertifikatlashtirish bo'limi boshlig'i vakant lavozimiga keyingi ko'rilayotgan nomzodimiz Mamasodiqov Davronbek Maxsus o'g'li 1995-yil 1-dekabr kuni Namangan viloyati Namangan tumani tavallud topganlar. Ma'lumotlari oliy. Pskov davlat universitetini 2022-yil tamomlaganlar. Geografiya va turizm yo'nalishini. Marhamat, savollaringiz bo'lsa. Hozirgi kunda Namangan filialimizni sinov laboratoriya majmuasida ikkinchi toifali mutaxassis lavozimida faoliyat olib kelmoqda. Davronbek Maxsus o'g'li. Xuddi shunday. Peskovga borgansiz yo'q, Pskovga borgansiz? Pskovda. Peskov deb yozib qo'ydingiz. Hayronman, men Pskov deb yozgandim. Qarang, siz geografiya turizm bo'yicha mutaxassis bo'lsa, bu muhim baholashda qanaqa ishlayapsiz, tushunmadim ben. Bu sal ma'lumot chala ekanda, men bakalavriatda elektroenergetika va elektrotexnika yo'nalishida o'qiganman. Magistraturani keyin yo'nalishimni o'zgartirgandim. Ha, bakalavrizda anaqa texnik ma'lumot, ha? Magistringiz ham bormi? Magistrinda o'qiyapsiz. Ha, magistratura keyin boshqa yo'nalishga topshirganman. Magistratura o'zi nima anaqani bu chet tili yo'q. Magistraturani ko'chada o'qidingmi? Yo'q, magistraturani ham o'sha Pskovda o'qiganman. Anaqa kerak-ku, sertifikat kerak-ku. Qaysi tilda topshirgan? Rossiyada unaqa talab yo'q-da. Magistratura bor-ku. O'qitda yo'q edi. Biz ularda yo'q. Bo'ldi, tushunarli. Marhamat, savollar. Bor savollar? sertifikatlashtirishda 502 da yangi chizmalar bor. O'sha chizmalarni sanab bera olasizmi? Endi biz doimiy ishlatib kelganimiz 3 va 7 chizmalar bo'yicha ish bajaramiz. Aslida 7 bo'yicha 502 bo'yicha so'rayapman, 318 bo'yicha emas. Bitta savol, sertifikatlashtirish qaysi normativ huquqiy hujjatlarga asosan olib boriladi? Mana shunday boshlaysiz, laboratoriya ishlagandan keyin. biz sertifikatlashtirish organlariga qo'yilgan talab OIT 065 bo'yicha bo'ladi. Undan tashqari biz oldin 1458 bo'yicha ishlardik. Hozir bo'lsa 502-qaror bo'yicha ishlayapmiz. O'sha sertifikat jarayonlari, postulovka xat berishlarimiz hammasi o'shanga asosan, vaqtlari, soatlari ham o'shanga asosan amalga oshiriladi.
O'sha 502 da chizmalar ketganda. O'sha siz aytayotgan Adashma- o'shani so'rayapman. adashmasam unda 8 ta qoluvdi. Ilgari 9 ta edi, hozir 8 ta bo'lishi kerak 502 da agar adashmagan bo'lsam hozir. Mhm. Sanab bera olasizmi? Serial Uchinchi, ishlab ikkinchi chiqarishga bizga taalluqli. Nima deysiz? serial ishlab chiqarish qaysi chizmaga taalluqli? 3-chizmaga taalluqli, seriyali 3 yil muddatga. Noto'g'ri. Bu savol yo'q. Davronbek 2022-2023 departamentda ishlagan ekansiz, yetakchi mutaxassis bo'lib. Bizga ikki mutaxassis bo'lib o'tgansiz. Sabab nimaga? Nimaga bunaqa tushgan? Men o'sha 2022-yil oxirida 27-dekabrda prikaz chiqqanda, men ish jarayonini boshlaganimda fevral oyida anaqa chiqqan, qaror chiqqanki, hali byudjet tashkilotlarida ish o'rinlarini qisqartirib, hali bir xil lavozimdagilarni bunday haligi umumiylashtirish tufayli biz 5 kishi ishlagan bo'lsak, 2 kishi qoldirilgan, qolgan 3 kishini boshqa yo'nalishlarga o'tkazish bo'yicha haligi anaqa qaror chiqqanda o'sha byudjet o'rnini haligi. Savollar bormi? Yo'qmi? Davronbek, sizga rahmat Eshitaman. kelib qatnashganingizga, savol-javob natijalarini sizga yetkazadi alohida. Ha, rahmat sizlarga ham kattakon. Sog' bo'ling. Hop, rahmat chiqsam bo'ladimi? Bo'ldi. Rahmat. Bo'ladi. Navoiy kamerani yoqib yuboringlar. Abdushukurani o'chirib. Hasan aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, janob Xo'jayevich, hurmatli komissiya a'zolari. Va alaykum assalom. Tayyormi nomzodlaringlar? Tayyor, men bilan keling. Alloh men to'g'ri. Ishga kirish komissiyasida keyingi ko'rilayotgan nomzodlarimizdan Navoiy filiali sinov laboratoriyasiga mutaxassis vakant lavozimiga ko'rilayotgan nomzodlarimiz Bahriddinov Oybek Uralovich 2000-yil 24 fevralda Navoiy viloyati Navoiy shahrida tavallud topganlar, ma'lumotlari oliy, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetini kimyogar pedagog yo'nalishini tamomlaganlar. Hozirgi kunda Navoiy filiali sinov laboratoriyasida ish yurituvchi lavozimda faoliyat olib bormoqdalar. Marhamat, savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Oybek O'rolovich. Oybek O'rolovich, eshitilyaptimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ingliz tilini yaxshi bilasizmi? Ha, ingliz tilida sertifikat. Yaxshi bilasizmi? Ha, bilaman. Hozir nima ish qilyapsiz markazda? Markazda o'sha Jahon banki kreditga kelgan avtomatsiyon, gaz xromatograf, suyuqlik xromatografiyalarini o'rganish va o'sha doirasi akkreditatsiya berganmiz. O'shalarning instantsiyasi muvofiqlikdan yo'qish, umuman keyingi расширениyalar tayyorgarlik, yuqori aniqlik formalari bo'yicha ishlayman. Akkreditatsiya audit o'tkazdingmi? Audit o'tdi, avtomatsiyon kamchilik faqat o'sha gaz talabi bo'yicha mass detektorimiz bo'lmaganligi, keyin kolonka paxt turdagi kolonkamiz yetishmaganligini kamchiliklar yozib ketgan. Qolgan istanalarda muammo bo'lmagan. Bu yetmagan narsalarni olib berdikmi yo'qmi hali? Nima bo'yicha paxt kolonka bo'yicha gazlashilgan, detektor bo'yicha boshqa filiallardanmi agar imkoni bo'lsa nima qilsak olsak bo'larmi? Asosiy nimada? Turli yangi uskuna bilan qashda bir World Bank kim? World Bank.
Hop, nima bormi boshqa nimada filial? Hozircha bo'sh. O'shanga расширение deydi. Uni olib berganmiz. Bankda bunaqasiga moslab o'tiribdi. Nima bilan gaplashganman, ular Amerikaga zaпрос bergan, javob kelsa keyin amal qiladi. Kommersiya. Marhamat, savollar Oybek Urolovich. VJH bo'yicha qaysi metodda o'rgandingiz? VJH bo'yicha go'sht va sut mahsulotlaridagi antibiotik qoldiqlari gaspol, benzoprin, kofein ana shular asosiy turadi. Kofeinni qaysi gaz bo'yicha qilinadi? 30 va 214. Hammasi bo'yicha hozir bitta VJHga nima qilinganmi? Bog'langanmi? Hammasi VJH uchun alohida ko'rsatkichlarimiz shu benzoprin, gaspol, kofein, antibiotik qoldiqlar. Mana shular asosiy VJHga bog'langan. VJHda faqat o'sha antibiotik qoldiqlariga nima so'ragan? Mass detektor deyilgan, shundan muammo o'tiribdi. Qolganda muammo nima? Bitta unga mass spektrometr qo'ysangiz, antibiotik qoldiqlarini yo'lga qo'ysangiz, boshqa sinovlarni amalga oshirib bo'lmay qoladi-ku. Qaysi birini qilasizlar? Boshqa sinov agarda mass bo'lsa, antibiotik qilib, keyin qolgan nimani o'shanga mos bo'lgan doz topamiz-da. Qolgan kengaytirmoqchi bo'lgan, ya'ni misol uchun kelajakdagi nimamiz o'sha tekstil, qog'oz, upakovkalarda krasitillar, ranglar, to'qimachilikdagi rang bilan bo'yicha nima qilmoqchimiz, olmoqchimiz. Chunki bizda bor. Masda imkoniyat ko'proq, bitta nimamizda 40 ta 60 tagacha nimani bemalol ko'rsa bo'ladi. Imkoniyati yaxshiroq, oson ishlash. Kofeinlarga mass spektrometr yozilmagan-ku gazda. Ularni chiqarib olasiz. Kofeinga o'zimizda oddiy pida detektor ishlataveradi. Kofeinga mass shart emas, to'g'ri? Xromatografiya asosida nima yotadi? Detektor deganda nimani tushunadi keyin? Xromatografiya asosida kolonka yotadi. Kolonka ajratib beradi. O'sha qo'zg'aluvchi faza yordamida kolonkada o'sha aralashma modda ajratib beradi. Detektor faqat turi ko'p, o'sha turiga qarab detektor moddani aniqlaydi. Masalan uchun pida detektor bo'lsa, to'lqin uzunligiga qarab. Masalan uchun kofeinniki 273. 203 nanometrda o'sha kofein bo'sagi o'sha xromatogramada dik beradi, shuni bilishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa fluoressens detektorda o'sha chiqayotgan moddalarga aytadigan to'lqin uzunligi beradi, o'sha moddani hayajonlantirib ko'radi. O'sha aytilgan nuqtada o'sha ikkita to'lqin uzunligiga mos bo'lgan nima bersa, masalan benzoprinda shundan olsak bo'ladi. Mass detektor desa u o'sha vakuum nimasida kuchli elektron oqim beradi, moddani ionlashtirgan holatda o'sha massasiga qarab, massa zaryadiga qarab taqsimlaydi. Va o'sha orqali moddani aniqlaydi. Detektor faqat moddani qanaqa turga qarab aniqlab berishni nima qiladi? Asosiy ishda kolonka bilan подвижный faza eng asosiy ajratib berish uchun. Savoli bormi? Qo'llayom. Xo'p, Oybek Urolovich, rahmat sizga qatnashganingizga. Natijasini alohida aytdi. Xo'p. So'rashingiz mumkin. So'rashsin. Xonadan chiqib tursin. Xonadan chiqib turaversin. Keyingi nomzod chaqirib boring. Hamroyeva Nigorapani chaqirib yuborsa. Yo'q, Nigorapa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ushbu Navoiy filiali sinov laboratoriya majmuasiga mutaxassis vakant lavozimiga keyingi ko'rilayotgan nomzodimiz Hamroyev Nigora Ne'matovni 1969-yil 19-yanvarda Buxoro viloyati Shofirkon tumanida tavallud topganlar. Ma'lumotlari o'rta maxsus Andijon yengil sanoat politexnikumini
texnik texnolog yo'nalishini tamomlaganlar hozirgi kunda Navoiy filiali sinov laboratoriyasi majmuasida katta ish yurituvchi lavozimda faoliyat olib bormoqdalar. Marhamat, savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Nigora Ne'matovna eshityaptimi? Eshitilmadimi? Eshitilmadimi? Yo'q, eshitilmadi gapingiz. Hozirchi eshitilyaptimi? Aha. Laboratoriyada nima ish qilasiz? Nigora Ne'matovna. Tak, men laboratoriyada emasman, ADMS bo'yicha ishlayman. Tek xatlarni qabul qilaman. Ish yurituvchi vazifasini bajaraman. Laboratoriyada emas, полностью xatlar bilan shug'ullanaman, shartnoma yozaman. Faqat shartnomalarni yozasizmi? Yo'q. Xo'p, shartnoma полностью mana bu ijro intizom ishlarini. Ijro intizomi? Ha, mana xatlar bilan ishlayman-da ko'proq. Ijro intizomi ham sizdan. Marhamat, savollar Nigora Ne'matovnaga. Nima gapda shu ADNS o'tkazib qo'yilgan. Laboratoriyada mutaxassis lavozimiga ishga qabul qilish uchun belgilangan talablar bor. Sizlar SMKlaringda ham o'shandan xabaringiz bormi? Abbos aka, kechirasizlar, assalomu alaykum. Nigora Ne'matovna bizda texnik lavozimida ishlaydilar, filialda. Texnik lavozimida ishlaydilar, laboratoriyada mutaxassis lavozimiga nima deydi? Ishlash niyatlari yo'q. Yo'q, mana ishlash niyati. Texnik lavozimida ishlaydi. Mana shu kirib kelgan korrespondensiya hujjatlarni ro'yxatga olish, ijro nazoratini kelgan muddatlarni xodimlarga eslatish. Hasan aka, Savol boshqa savollar bo'lsa bo'ldi, anaqa qilaveringlar. savol yo'q. Rahmat sizga Nigora Ne'matovna. Assalomu alaykum. Azamat eshitilyaptimi? Assalomu alaykum. Ha, eshitib turibdi. Tayyormi? Nomzodmi? Da, bar, tayyor. Keyingi ko'rilayotgan nomzodimiz Qoraqalpog'iston filiali mahsulotlarini eksport qilishga ko'maklashish byurosi mutaxassis vakolat lavozimiga ko'rilayotgan nomzodlarimiz Minglibekov Reznazar Muhammadkarim o'g'li. 1994-yil 1-iyunda Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida tavallud topganlar. Ma'lumotlari oliy Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetini 2018-yilda tamomlaganlar. 2021-yil O'zbekiston davlat jahon tillari universitetining magistranti bo'lganlar. Hozirgi kunda o'qituvchi tarjimon telekommunikatsiya yo'nalishini tamomlaganlar. Hozirgi kunda shu Nukus davlat pedagogika instituti doktoranturasida faoliyat olib bormoqdalar. Marhamat, savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Reznazar Muhammadkarim o'g'li. Eshitilyaptimi sizga? Eshityapti. Ishlayapti. Yaxshi bilasizmi? Yaxshi bilaman. Dars ham bergan ekansiz ingliz tilida. Bizani tashkilot nima ish qilishini bilasizmi? Bilaman. Nima ish qilar ekan? Tovarlarni eksport qiladigan organizatsiyalarga, производительlarga бесплатный консультационный услуги ko'rsatadi. Bunda ularni международный va
mamlakatlararo standartlarga umuman standartlashtirish, sertifikatlashtirish, markirovka, upaklovka va shunaqa parametrlar bo'yicha yordam ko'rsatadi va ularni tovarlarni международный bozorga chiqarish uchun kerakli informatsiyalarni yig'ib beradi. Bunda ularni har xil vazifalari, funksiyalari va haq-huquqlari bor bo'lib hisoblanadi bu yo'lda. Sizga rus tilidan osonroqmi deyman yo o'zbek tilidan gaplash? Farqi yo'q, gapiraveram. O'zbekcha, rus. Marhamat, savollar. Repnazar Muhammad Karim o'g'liga. ikki ming o'n to'qqizinchi yilda tarjimonlik qilgan ekansiz. Tarjimonlik Buxoroda ishlagan. Keyin Hyundai Korea Construction Company'da tarjimon va качество отделida inspektor bo'lib ishlaganman. Standartlardan xabaringiz bor ekanda, качество отделida inspektor bo'lib ishlagan bo'lsangiz. O'zini konstruksiya bo'yicha, anaqa qurilish bo'yicha качество отделida ishlaganman. Keyin volontyor bo'lib, anaqa Savdo-sanoat palatasi Qoraqalpog'iston boshqarmasida volontyor bo'lib ishlaganman. 2 oy bu yerda yurganman. Import eksport отделida yurganman. Marhamat, savollar. Masalan, ingliz tilida bironta standartni talabini kimgadir tushuntirishingiz kerak bo'ladi. Tarjima qilib tushuntirish qo'lingizdan keladimi? Ingliz tilida tushuntiraman. Bernazar, mana bizning tashkilotlarimizda, mana o'sha Qoraqalpog'iston filialimizda sizni yaqin qarindoshlaringiz bormi ishlaydigan? Qoraqalpog'iston yo'q. Hech kim ishlamaydi bizani yo'nalishda. Yo'q. Qarindoshlarimdan hech kim ishlamaydi. Savollar. Repnazar Muhammad Karim o'g'li, sizga rahmat qatnashganingizga. Tadbirlar bo'lib sizga natijasiga yetishadi. Azamatlikka keyingi nomzodni chaqirib yuborsangiz. Yaxshiroq ekan mana. Hozir kirayotgan yo'q. Yo'q. Bu lavozimga keyinga ko'rilayotgan nomzodimiz Sarsembayev Ramazan o'g'li 1995-yil 2-martda Qoraqalpog'iston Respublikasi Chimboy tumani tavallud topganlar. Ma'lumotlari oliy bularniki ham Qoraqalpog'iston davlat universitetini 2018-yil bakalavrini tugatgan ekanlar. 2020-yil shu Qoraqalpog'iston davlat universitetini magistraturasini lingvistika, ingliz tili yo'nalishini tamomlagan ekanlar. Marhamat, savollaringiz bo'lsa taqdim mumkin. Rus tilida gaplashasizmi, o'zbek tilidan? O'zbek tilida. O'zbek tilidan? Ingliz tilini yaxshi bilasizmi? Ha, yaxshi bilaman. Hozir doktorantmisiz? Ha. Nukusda pedagogika yo'nalishi ixtisosiga bo'yicha mutaxassisligi. Mavzusi nima ilmiy ishingizni? Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ, psixologik, kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirish texnologiyasi. Endi faqat lingvistika bo'lsa, bizani sohada ishlay olasizmi? Bizani sohamizning o'z xabaringiz bormi? Bizani sohadan? Yo'q, xabarim yo'q. Yo'qmi? Marhamat, savollar Ramazan Janoboyev o'g'liga. Savollar yo'q ekan. Savol yo'qmi? Mana sizga rahmat. Natijasi yetkazishadi alohida. Azamat aka, rahmat.